Bugun bir mijozim bilan uzoq suhbatlashdik. Yoshi 45lar atrofida erkak kishi. Tashqaridan qarasangiz, hamma narsasi joyida, ishi bor, puli bor, uyi bor, mashinasi bor. Hamma unga havas qiladi, lekin ichiga kirsangiz, odamning yuragi siqilib ketgan. Nega? Chunki o'ziga o'zi tinchlik bermaydi. Hamma narsang zo'r bo'lishi kerak, xato qilishga haqqing yo'q, bundan ham zo'r qilishing kerak degan ovoz ichida miyasini tinmay yeb tashlayapti. Aslida bu biz bilgan o'sha perfeksionizm degan baloning niqobi. Bu odamni qafasga tiqib qo'ygandek qiladi. Odam ruxsat bermaydi o'zi yashashga, o'ziga yashashga, xato qilishga, dam olishga ruxsat bermaydi. Aslida bu ko'pincha ichki ishonchsizlikdan kelib chiqadi. O'zimizni isbotlaymiz deb charchab ketyapmiz. Sizda ham shunaqami? To bir narsani mukammal qilmagunizcha tinchlanmaysizmi? O'zingizni aybdordek his qilasizmi?